O'rtoqlar, yangi Toshkentga keldim. Vashshi dahshat qilib tashashibdi. Kechagina qurilish boshlangan edi. Bugun uje katta zdaniyalar qurib, yo'llarni ochib, vashshi zo'r qilib tashashibdi. Qoyilman lekin. Yana 1-2 yildan keyin bo'tlarni umuman tanib bo'lmaydi. Osiyoda eng qimmat joy bo'ladi degan rost ekan. O'zbekiston bo'yicha haqiqatan eng zo'ri, eng qimmat proyekt masjid. O'rtoqlar, bahonada reklama qilib o'tib ketaman. Masjiddan 2 kilometrdan tariqqa O'zbekiston, yangi O'zbekiston tomonga yurilsa, Olimpiyskiy stadionga yetmasdan yo'l bo'yida 25 sotuv nijlo joyimiz bor, o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ertaga biznes qilishinglarga vashshi zo'r bo'ladi. Qayta sotib olsangiz ham juda qimmatga sotasiz. O'rtoqlar, yangi Toshkentga keldim. Vashshi dahshat qilib tashashibdi. Kechagina qurilish boshlangan edi. Bugun uje katta zdaniyalar qurib, yo'llarni ochib, vashshi zo'r qilib tashashibdi. Qoyilman lekin. Yana 1-2 yildan keyin bo'tlarni umuman tanib bo'lmaydi. Osiyoda eng qimmat joy bo'ladi degan rost ekan. O'zbekiston bo'yicha haqiqatan eng zo'ri, eng qimmat proyekt masjid. O'rtoqlar, bahonada reklama qilib o'tib ketaman. Masjiddan 2 kilometrdan tariqqa O'zbekiston, yangi O'zbekiston tomonga yurilsa, Olimpiyskiy stadionga yetmasdan yo'l bo'yida 25 sotuv nijlo joyimiz bor, o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ertaga biznes qilishinglarga vashshi zo'r bo'ladi. Qayta sotib olsangiz ham juda qimmatga sotasiz.